uyingizni ishini yiqiladigan darajada qilsa, kunduzi uxlamasdan tomingiz ustigacha sipirib, hamma ishingizni qilib, osh-ovqatingizni qilib, oyijon mendan rozimisiz desa ham, siz hayotda rozi bo'lmaysiz. Chunki siz shunaqa qaynanasiz. Bu eslatib o'taman, hamma qaynanaga tegishli emas. Bu ayrim qaynanalarga tegishli. Iltimos, kelindan kutasiz, talab qilasiz, ozodalikni, saramjonlikni, vaqt kelsa gap so'z chiqmasin, vaqt kelsa uni qilmang, buni qilmang, lekin kasal paytda yoqmaydi. Taoning kasal paytda yoqmaydi. O'g'lingiz puli ketmasin deb darrov ota-onasiga jo'natasiz. Nimaga siz undan kelindan talab qilayotgan narsani o'zingizdan ham talab qilmaysiz? Men ham onadek qabul qilsin, men ham uni bag'rimga bosing, keyin bunda yaqinroq ke bolam bunaqa qiling deyish o'rniga siz vaqt kelsa o'zingizni hayotingiz bilan solishtirasiz. Bizda unaqa bo'lgan, sizlarda bunaqa. Bizda bunaqa bo'lib kechirasiz. Sizni shunaqa bo'ladigan paytingiz, o'sha davringiz, o'sha hayotingiz hammasi Alloh tomonidan belgilab qo'yilgan taqdiringiz. Uni shu paytda tug'ilishi va shu hayotga to'g'ri kelishi bu ham Alloh tomonidan berilgan taqdiri. O'zingizni solishtirmang.